Kelinglar bugun yangilik qilamiz. Bu uyimiz narxini men qo'ymayman, aynan sizlar qo'yasizlar. Qorasuvda aynan tashilibdi. Birinchi ko'chasi bo'lsa, eski Mashq ko'chasi bo'lsa 5 sotikka yaqin, mana shu 4-8 sotiklik qizil kitoblari bo'lsa, shunaqa peskablovlardan 3 ta xonasi, dushovoylari bilan proyektlarni ham qurib qo'ygan bo'lsa, nech pul baho berasizlar? Qani qancha? 50 ming dollar. Oshiribasiz вообще. 45 ming. Вообще qimmat chekansizlar. O'zim aytganim yaxshi ekan. Bo'lg'oni 35 ming dollar, yana ozgina kami bor do'stlar. Mana bunaqa narxlarimiz doimo bo'lavermaydi. Bunga o'rgilib qolish kerak, yetishib qolish kerak. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim, hurmatli vatandoshlar. Yaxshi niyatda uy olaman yoki uy solgani bir yer istayapman degan do'stlarimizga aynan Qorasuv bozoridan Kensoy joyga ketayotganimizda svetofordan, ya'ni zapravkadan chap tomonga hammamiz bilgan tashrifga kirib kelayotganimizda pavorotdagi birinchi ko'chamiz, ya'ni eski masjid mahalla deb qo'yadi. Kirganimizda bugun sizlarga eng asosiysi gazlari ham kelgan ekan, suvlari, svetlardan вообще problemasi yo'q. Sotiklari ham barakali holatda 5 sotikka juda ham yaqin. Ya'ni dokumentalni 4-8 sotiklik ushbu xonadonimiz mana bugun sotuvga chiqdi. 5 sotiklikning hisobidan kengligi bilinyapti va polni qo'rg'onlari qilingan, ya'ni uglovoy joylashgan, ikki tomonli. Misol uchun bu yerda tupik yotib olgan. Bu darvozasini ko'rsating, yopib turib, mana bu katta ko'cha tomonga darvoza qo'yib olsanglar juda ham yaxshi maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Xo'p, kirganimizda sizlarga tayyorlab qo'ygan hattoki uylarimizni proyektlari ham bor ekan. Shunaqa peska blok, mana shunaqa bir narsa blokdan yaxshi qilib, lekin yashayman deb o'sha uyga moslangan 3 ta komnatasi plus mana dushovoylariga ham tashlab qo'ygan ekan. Mana keng hovliga bunday bilinyapti do'stlar. Bu yerda mol, qo'ylar bilan shunaqa kenglikda maza qilib yashayman degan do'stlarimizga lokatsiya o'zi birinchi ko'chaligini hisobidan hozir tashqaridan ham ko'rsataman. O'sha gazlari ham kelgan ekan, suvlari bor. Xullas narxini ham yapishtirib, uka bir 40 qancha desaymikin deydi. Aka keling, bir osonroq bo'lib ketsin. Siz ham ishingiz osonroq bo'lib turing. Olaman degan do'stlarimiz ham osonroq kelishib olinglar deb turib 35 ming dollarga qo'ydik. Hali hammasi emas. Yana ozgina kami bor. Ana shu telefon nomerlari 0551 27 47 00 0551 27 47 00. Ushbu nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib ushbu uyimizga do'stlar, biz endi o'rtadagi bir vositachi, reklamachi odammiz. Kelasizlar, xudo xolasa egasini qo'lini qarmab, xudo xolasa kamini ham so'rab, bir yo'li dokumentlarni ham hamma yo'lini o'zingizlar tekshirib, xudo xolasa olaverasizlar. Hammamizga ham shunaqa, do'stlar, uysiz yurgan do'stlarimizga, uysiz ekan do'stlarimizga hammamizga ham shunaqa yaxshi yerlarda arzon narxlarda olib olishlik nasib qilsin. Bu lokatsiyamiz Qorasuv bozoriga ham xudo xolasa juda ham yaqin joyda joylashgan. Misol 7 minut yoki 5 minut men 4 minutda ham borib qo'yaman do'stlar. Shunaqa Qorasuv bozoriga yaqin, ya'ni Omon svetoforni aytib o'tgandek, o'ziga endi yo'lni ko'zlab borajatib, partner zapravkadan chap tomonga aynan Qizil Sharq ayli, ya'ni tashrifga kelganmiz. Tashrifni bilasizlar, motomon ko'rsating. Birinchi tashrifni pavorot bor, qiypash. Burilganimizda o'ng qo'lga bo'lg'oni birinchi ko'chamizga burilsalar, bu yog'i uyimizga yetib borgunimizcha polni mana yangi qurilgan asfalt mahallalarida yetib borasizlar. To'g'riga chiqib turib, uyimiz oldidan chap tomonga burilasizlar va o'ng qo'lga birinchi pavorotga burilsalar, xullas kelam juda ham sentrga yaqin. Ushbu uyimiz 35 mingdan kamini so'rab olsanglar bo'ladi. Bu yerda magazinlarimiz, Alato Plaza, o'zimiz reklama qilgan kafe, safi hammasi bor. Asosiysi Qorasuv bozoriga yaqin joyda joylashgan. Ushbu uyimizga hammanglar chaqirib qolamiz do'stlar. Alsatga kanal izlading, jana sizning xizmatingizda.